Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoda Android telefoniga 1xBet ilovasini o'rnatish, yangi hisob ochish va maxsus promokod yordamida bonusni oshirish jarayonini tushuntiramiz. Kerakli havolalar video tavsifida joylashtirilgan. Birinchi havola 1xBet rasmiy sahifasiga olib boradi. Ikkinchi havola orqali esa Android uchun ilova faylini yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olish uchun havolani bosing. Agar u ochilmasa, havoladan nusxa olib, telefoningizdagi brauzerga kiriting. Fayl yuklangandan keyin uni oching va o'rnatishni boshlang. Telefon tashqi manbalardan ilova o'rnatishga ruxsat so'rasa, sozlamalar orqali ushbu ruxsatni yoqing. O'rnatish yakunlangach, ilovani ishga tushiring va ro'yxatdan o'tish bo'limiga kiring. Yangi akkauntni ilova ichida yoki 1xBet sayti orqali yaratishingiz mumkin. Bonusni ko'paytirish uchun promokod maydoniga Topkey deb yozing. Mazkur kod standart xush kelibsiz bonusini 30% ga oshiradi. Masalan, O'zbekistondagi foydalanuvchilar uchun 5 million so'mlik bonus 6 million 500 ming so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Savol tugilsa, Telegram orqali Topkey kanalini qidiring. U yerda yangilangan havolalar, o'rnatish bo'yicha yo'riqnomalar va amaldagi promokodlar berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha